Assalomu alaykum aziz vatandoshlarim, qadrli yurtdoshlarim. Mana bugun ulug' ayyom kun ekan, 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami. Shu munosabat bilan chin qalbimdan men aziz ayollarimiz, ota-onalarimiz, opa-singillarimizni chin qalbimdan tabriklayman. Sog' salomat bo'lsinlar. Ayollar bor olam charog'on, ayollar bor biz erkaklar omon. Hamisha biz erkaklar sizlarga ta'zimdamiz. Tasannolar bo'lsin har bir ishda odilsiz ayollar. Sizlar har qaysi kasbda bo'lmangiz, o'z kasbingizga sodiq, o'z kasbingizga muntazam ravishda yutuqlarga erishib bormoqdasiz. Hamisha sizlarni ko'klarga ko'tarsak oz. Sog' salomat bo'linglar. Tabriklayman sizlarni shu 8-mart bayramingiz bilan deb men sizlarga uchun she'r yozdim. Sizsiz hayot hayotmas bizga deb nomlangan buni sarlavhasi. 8-mart bugun xotin-qizlar bayrami. Peshvoz chiqib yo'liga, gullar tuting qo'liga. Barcha tabrik sizlarga, aziz xotin-qizlarga. Doim salomat bo'ling, sizlar kerak bizlarga. Siz borsizki olam charog'on, siz borsizki turmush farog'on, siz borsizki erkaklar omon, ayol qiz bor dunyo bardavom. Poyingizga gullar sochsak kam, bu hayot ham bo'lmagay bekam. Siz ayollar charchab chekmangiz hech g'am, tabriklayin men sizni erkam. Sizlar borki biz ustimiz but, sizlar borki bo'lmas yuz shuvut, sizlar bor deb bo'lmaylik noshud. Sizga tabrik aziz ayollar, mohir chevar bo'lib o'zingiz, shirin shakar qilib so'zingiz, qora qoshsiz o'tkir ko'zingiz. Ta'zimdamiz bugun ayollar. Bahor fasli o'xshagay sizga, baxtlar tilay har xotin-qizga. She'ru g'azal bitaylik sizga, sizsiz hayot hayotmas bizga. Siz borsizki uyda bor ovqat, sizlar borsiz turarmiz barvaqt. Siz borsizki bizlar baquvvat, bor bo'lingiz aziz ayollar. Avto ulov yarashar sizga, yoringiz ham qarashar sizga. Deysiz xizmat qilaylik elga. Sog' bo'lingiz aziz ayollar. Erkakdan ham o'taman deysiz, zo'r ishlarda yutaman deysiz, kech qolmangiz kutaman deysiz. Boringizga shukr ayollar. Ulgurursiz har bir ishlarga, erkaklarni kiring tushlariga. O'xshayursiz go'zal qushlarga. Bor bo'lingiz aziz ayollar. Siz gullarga o'xshab ketasiz, orzu niyatingiz yetasiz. Bu ketishda bizdan o'tasiz. Boringizga shukr ayollar, tasannolar sizga ayollar deb yozdim. Mo'min Umurzoq, 2025-yil 3-oy 8-chislada yozildi bu she'r. Bugun endi sizlarga yana bo'lsin bitta she'rimni ham o'qib bermoqchiman. Buning sarlavhasi Begoyimlar deb nomlangan. O'zbegimni beg oyimlari, ayollari, qiz oyimlari, bayramingiz qutlug' xush kelsin, poyingizga gullar sochilsin, har biringiz baxtingiz ochilsin. 8-martdir ushbu kun, sovg'a salom olursiz bugun, qalbingizda orzular tugun. O'zbegimning beg oyimlari, ayollari, qiz oyimlari, sizlar uchun barchasi bisyor.
qizingiz bo'lsa o'zingizga dastyor, xizmatingizga bugun biz tayyor. O'zbegimni bek oyimlari, ayollari, qiz oyimlari, sizlar borki bu hayot go'zal, sizlarga deb bitilur g'azal, sizsiz bizga o'limdir afzal. O'zbegimni bek oyimlari, ayollari, qiz oyimlari, sizlar borki olam charog'on, sizlar borki turmush farog'on, qayda bo'lsangiz bo'lingiz omon. O'zbegimning bek oyimlari, ayollari, qiz oyimlari. Endi sizlar bilan xayrlashaman. Sog' salomat bo'linglar. Ayollarimiz omon bo'lsin. Ayollarimizga har qancha qilsak arziydi. Sog' salomat bo'linglar aziz ayollar. Sizlarga tasannolar, har ishlaringlarga omad, turmushinglarga farovonlik, oilangizga tinchlik, totuvlik tilayman. Yana qayta video profillarim orqali ko'rishguncha xayr aziz insonlar, aziz ayollar. Meni qo'llab-quvvatlaganlar qo'llari dard ko'rmasin, xonadonida tinchlik, farovonlik, fayz baraka arimasin. Sog' salomat bo'linglar, xayr azizlar.